1-may 2026-yil Oqqaymo bodom ko'chatimiz. Mana ko'rishingiz bu erta gullaydigan bodom. Keyin buni ejretish yo'li mana tanasi ham sarg'im turib boshqacha turadi. Mana tanasidan ejreta olsa bo'ladi qaymo bodomni. Mana keyin barglari ham mana yirik bo'ladi, barglari ham katta-katta mana mevalari. Hozirgi holat bu yana ham kattalashadi endi. Danaga to'lgan sari. Mana bodomlarimiz. Shu bodom ko'chatlarimizdan shaqoylab ikkita payvand qilib ko'paytiramiz. Buni ishonchli ko'chatlardan bu. Ko'rishingiz mumkin mana. Mevaga yaxshi bu ham. Hozirgi kunda 1 kilogrammi 120 mingdan 130 minggacha bo'lyapti bizda mahalliy ichki bozorlarda. Bunisini ham ko'rsatamiz. Mana shuda ham g'ush meva mana. Mana bitta shoxda mevalar. Keragidan o'tib qo'ygan. Buni ham ikki xil turi bor, qizil qaymoq bor, oq qaymoq bor. Bu oq qaymoq ko'chatimiz. Mana. Buni ko'chatlari kuzayga tayyor bo'ladi. Xudo xohlasa. Hozirgi kunda eng qimmat ko'chatimiz shu bo'lyapti. Oq qaymoq bodomimiz. Mana. Tanaladan qo'ygan mana. Yo'q. Yon shoxlardan ham mana. Zo'r. Talab yaxshi bo'lyapti shu bodom ko'chatimizga bunga hozirgi kunda. Buni aylantirib beramiz. Oddiy emas bitta boshmonlarda shoxdan bir 15 ta 20 tagacha bor mana meva.